O'zbekiston aholisi salkam 38 milliontaga yetdi. Obuna bo'ling, aholi soni bo'yicha hududlar reytingi bilan tanishamiz. 14-o'rin 938.500 kishi bilan Sirdaryo viloyati. 13-o'rin 1.103.300 kishi Navoiy viloyati. 12-o'rin 1.551.700 kishi Jizzax viloyati. 11-o'rin 2.40.700 kishi Qoraqalpog'iston Respublikasi. 10-o'rin 2.45.700 kishi bilan Xorazm viloyati. 9-o'rin 2.89.000 kishi Buxoro viloyati. 8-o'rin 2.974.000 kishi Surxondaryo viloyati. 7-o'rin 3.134.000 kishi Toshkent viloyati. 6-o'rin 3.145.000 kishi Toshkent shahri. 5-o'rin 3.158.000 kishi Namangan viloyati. 4-o'rin 3.488.000 kishi Andijon viloyati. 3-o'rinda 3.674.000 kishi bilan Qashqadaryo viloyati. 2-o'rinda 4.181.000 kishi bilan Farg'ona viloyati. Hamda 1-o'rinda 4.336.000 kishi aholisi bilan O'zbekistonda eng gavjum deb Samarqand viloyati aniqlandi. Ushbu raqamlar O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, 2025-yilning 1-iyul holatiga ko'ra, yurtimizda aholi soni 37.659.698 tani tashkil qiladi. Shunda o'zbekistonliklar yiliga taxminan 740.345 kishidan ko'payib borishmoqda. Va shu ketishda 3 yildan so'ng 40 millionlik marrani zabt etarkanmiz. Xo'sh, siz qaysi hududdansiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'proq qiziqarli videolar esa doimgidek kanalimda.